Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlar bilan qalbimizga yaqin hayotiy va chuqur ma'naviy mazmunga ega bo'lgan turk adabiyotining mashhur yozuvchisi, diniy, ma'rifiy yo'nalishda ijod qilgan adib Ahmad Lutfiy Qozonchi qalamiga mansub eng mashhur asarlardan biri O'gay ona asari bilan tanishamiz. Bu asar oddiygina oila hayoti haqida emas. U inson qalbida kechadigan kurashlar, mehr va adolat, sabr va kechirim kabi yuksak fazilatlar haqida bitilgan ibratli asardir. Muallif o'gaylik tushunchasini salbiy ma'noda emas, balki insoniylik mezoni bilan o'lchaydi. Asarda o'gay ona obrazi orqali biz jamiyatda tez-tez uchraydigan noto'g'ri qarashlarga duch kelamiz. Ko'pchilik o'gay onani sovuq, mehrsiz qilib tasavvur qiladi. Ammo bu asarda aksincha mehribonlik, fidoyilik va sabr timsoli bo'lgan ayol qiyofasi gavdalanadi. Asarning bosh qahramoni bo'lgan Fotima obrazi orqali yozuvchi ayolning sabr bardoshi, mehr muhabbati va ichki kuchini chuqur yoritib berdi. Fotima tadbir sinovlariga duch kelgan, biroq hayotning og'ir zarbalarini yo'qotmagan ayol timsolidir. Fotima o'gay ona bo'lishiga qaramay, bolalarga begona ko'z bilan qaramaydi. U ularni o'z farzandidek asrashga, tarbiyalashga intiladi. Jamiyatda o'gay ona tushunchasi ko'pincha salbiy ma'noda talqin qilinsa-da, Fotima bu qarashlarni o'zining ezgu amallari bilan inkor etadi. U mehribon, kechirimli va fidoyi ayol sifatida namoyon bo'ladi. Asarda Fotimaning ichki kechinmalari, yolg'izligi, sukut ichidagi iztiroblari juda ta'sirli tasvirlangan. U ko'p hollarda o'z qadrini ichiga yutadi, sabr qiladi. Chunki Fotima uchun eng muhim narsa bu oilaning tinchligi va bolalarning baxtidir. Shu jihati bilan u chinakam matonatli ayol obraziga aylanadi. Fotima obrazi orqali muallif ayol qalbining naqadar nozik va ayni paytda kuchli ekanini ko'rsatadi. U mehr bilan zulmatni yorituvchi, sabr bilan og'irlikni yenguvchi inson sifatida gavdalanadi. Fotima shunchaki asar qahramoni emas, balki hayotda uchraydigan minglab fidoyi ayollarning badiiy timsolidir. Asar qahramonlarining har biri hayotiy, ularning quvonchi ham, iztirobi ham o'quvchini befarq qoldirmaydi. Haqiqiy ona qalbi bilan ona bo'la olgan ayoldir. Hurmatli kitobxonlar, o'gay ona asari bu faqat o'qish uchun emas, balki hayotimizda tatbiq etish uchun yozilgan asardir. U bizni mehribonroq, adolatliroq va sabrliroq bo'lishga chorlaydi. So'zimning yakunida sizlarni ushbu asarni mutolaa qilishga, undagi ibratli g'oyalarni qalbingizdan o'tkazishingizga chorlaydi. Zero kitob insonni tarbiyalaydi, qalbini poklaydi va hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga o'rgatadi. E'tiboringiz uchun rahmat.